Yo, maktabgayam kelyapman. Yo'q, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Roma bor. Bugun sizlar bilan o'qituvchi seriyali birinchi qism bo'lsamchi-tu. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, bugun sizlar bilan matematika o'tamiz. Hozir birinchi savol. 3 ko'paytirilgan 4 nechi? Daftaringizga yozib qo'yinglar. Keyin tekshirib olaman. Xo'p, son. Xo'sh, ungacha men o'tiraman. Tezroq qilinglar. Nechta topshirishim yo'qman. Kim bilan gaplashyapsiz? Ishim bo'lmasin. O'yroq. Ana topshirdilar. O'zim kitobimni qo'yib qo'yib, endi sizlarni ko'raman. Xo'sh. Isming Shokirmidi? Ha, Shokir edi. Shokir, senga 4 baho, bittasi misollar chizib qo'ydim-ku, o'shanda bittasi noto'g'ri chiqdi. 5 ta misollar. Xo'sh. Bo'ldi. Endi daftaring, kitobinglarni topshiraman. Mana senikida. Shokirma. Yezi. Ol. Tanaffus. Daftarlarni menga beringlar-da, qo'yib qo'yaman. Keyingi darsda bugun uyga vazifa yo'q. Shuning uchun daftaringlar o'zimda qoladi. Keyingi darsda olasizlar, chunki ana direktor menga shunaqa dedi, hamma o'quvchilarning kitobini, daftarini olinglar dedi o'qituvchilarga. Xo'p, tushundik. O'zim ketdim. Yo'q, bilmadim. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sizga nima kerak? Menga bitta steak, bitta kartoshka. Mayli, hozir beraman. Nech pul bo'ladi? 10 ta izmirot. U kasrasi 10 ta izmirot. Sandiqqa qo'yib qo'y. Rahmat. Endi boshqa darsa yo'qmi? Boshqa darsa? O'ylash kerak. Hozir kirib olaylik. Mana eshitdilar. Assalomu alaykum, direktor. Va alaykum, nima kerak? Men matematikadan boshqa dars yo'q edi, menga. Yo'q, uyingga ketaver, bitta matematika darsim bor edi, bo'ldi. Uzr. Urma meni. Uzr, deb ketdi. Bo'pti, men ketdim. Bo'pti. Bu qalasan edi. Yaxshi. O'tgan videoda eslasanglar, aytdim u nimadirlar bo'ldi. Ko'rganinglardek aytib ekanman. Sangi bosh edi. Assalomu alaykum. Siz kimsiz? To'g'risini. Eshitmadingmi? Men yangi berma uyniga ketdi-yu. Ketmadi. Meni yangi berdim saylashdi. Eshitmadingmi? Dedi. Ular yaxshi edi. Yo'q, endi men berib oldim.
Endi siz mermisiz? Ha, men mermaydi. U menda narsalar o'zi qoldi. Bo'pti, yangi mer. Bo'pti. Men borib ko'rishim kerak. Nega u mer bo'lmadi? Hozir video qilib bo'laman. Assalomu alaykum, mer. Alaykum, men endi mer emasman-ku. Qachon mer bo'lmadi? Ana YouTube yoniga borsam merman deyapti. Siz nimaga? Aytgancha menni ana saylovda yutqizib qo'ydim. Yangi mer tanlash yilida 10 yilda har bir marta bo'ladigan narsani. Yangi mermi? Nimaga meni ovoz berishmadi menga? Senmi o'yinchisan-ku, yangi o'yinchilarga mumkin 5 yildan keyin seni olishadi ana nomzodlikka. Hali 5 yil bo'lmadi-ya? Yo'q. Shu edi. Bo'pti, meni sandig'idagi ichidagi olmos izmiratlarni dargi berga olmaymi? Nega? O'zingniki emasmi? Umi davlatniki, ana sizlarniki oylik-ku. Hozir. Bo'ldi. Ikkilarni ham olaman endi. Ha, ol. Yu do'stlar, maktab seriali, maktab o'qituvchisi bo'lib, mana, zo'r. Yangi mer saylashibdi. Oddiy maktabga borib keladigan video bo'lmadi bu. Maytdan yo'q. Endi yangi merni lekin uzoqdaman. Bu yaqinda bitbash demakki bitta uysiga bo'ldi. Do'stlar. Yangi mer deb. Mesimdan chiqib ketgan. Aka yo'licha qilib qo'yib kerak. Kimlarga ayni politsiyachilik xonaga politsiyalarni xonasiga ham yo'l qilishgan, lekin meni eng muhim joyga qilishmagan. Qiladi. Assalomu alaykum, yangi mer. Va alaykum, oddiy mer diyor. Sen ko'ri, men yonda. Bilmabman. Tur. Men shogirdim shunaqa. Bo'pti. Uzr, mer. Joyiga qochtiring, mer. Bo'l. Ashulani solaymi? Ha, sol. Xo'p, bo'ladi. Tuta boyishi kerak. Telefon sovarmi? Yana bitta sunduq olib kelib qo'y. Xo'p. Qalabchi. Ko'rding-ku o'zingni. Qarab turibman. Sig'mayapti. Xo'p, hozir men. Bularni olib tur. O'sha boshqa sandiqqa solasan. Xo'p. Hozir sandiq olib kelaman. Meni sandiq to'lib bor. Ha, olib kel. Bu do'stlar, hozir. Yo'qmi? Mana jo'natlar mana qo'yib qo'yaman. Ha, boshqaman. Savoli. Maykiz bo'p qo'ydi. Bo'pti, men ketdim. Bo'pti. Yangilarni qilib ketdinglarmi? Yo'q, barchaga xayr do'stlar, chichvordim gapirdim. Bo'pti, xayr do'stlar, bugungi video shunaqa edi. Iborat. Uzr video o'chib qoldi. Keyingi video shunaqa qaqalaladada iborat edi. Keyingi videogacha xayr. Chiqsinmi o'zi? Birodarlar video qo'yib, keyin bir kun video qo'ydim. Keyin bu 2 kun ichida qo'yiladi. Bo'pti, xayr do'stlar. Ha, yo'q.